it harom. Itni haromligi shu darajadaki, kiyimga tegsa kiyimni ham harom qiladi. O'sha kiyim bilan namoz o'qib bo'lmaydi. Demak, boshqa kiyim kiyish kerak. It boqadigan odam 22 metr yotmog'i, ibodat qilmog'i, yemog'idan uzoq ushlash kerak jonivorni. Hop, tushunarlik. It harom, kiyimga tegsa harom qiladi. Nega ovchi itni og'zida olib kelgan ovi halol? Shunaqa bob bor shariatda. Fiqh kitobida ovchi it bilan ov qilish bor. Changalzorlarning ichiga kirib ketar ekan jonivor. Qamishlarning ichiga kirib ketar ekan jonivor. Haligini olib chiqib berar ekan ovni. Nega ovi halol? Javobni eshiting. Ovchi it ovga tishini botirmaslikka o'rgatilgan bo'lar ekan. Botirmas ekan tishini. Yub yeyilaverar ekan. Demak, itni og'zidagi luqmani halol qilgan narsa odob ekan, odob. Birodarlar, mo'min musulmonga odobni hadislar o'rgatadi.